yozib qo'yaman. Dunyoda birinchi nima yasalgan? Qalam. Keyinchi? Bilmayman. Alloh qalamni yaratib, keyin ularga hamma narsalarning taqdirini yozib chiqdi-ku. Kim qo'yan yozgan? Nima? Ana. Mana. Qalam. Kimniki chiroyli chiqdi qalam. Mana meniki. Muslima ancha avval chizib qo'ygan edi. Mana meniki. Bolajon akamning qalami chiroyli. Demak, Muslima avval chizib qo'yganmidi? Nima olasan? Qalam. Jumbo. Qalam chizdim chunki. Bolajonlar bilan